Jang 6-kuni boshlandi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarni jamoat namoziga chaqirdi. Hammasi yig'ildi. Nima bo'ldi Rasululloh? Bugun Rum bilan musulmon o'rtasida jang boshlandi dedi. Va masjidda o'tirib, necha minglagan kilometr chaqirim o'rtada bo'layotgan jangni tafsilotlarini payg'ambarimiz masjidda musulmonlarga aytib berib turdi. Rasululloh jangni sifatlab, ta'riflab aytar edi. Bayroqni Zayd olib oldiga yurdi, ichkariga kirdi. Zayd ibn Horisa roziyallohu anhu bayroqni qo'lda ushlar ekan, oldiga qarab intildi. Mushriklar Zaydni to'xtatish uchun hujum qilishdi, musulmonlar Zaydni himoya qilishdi. Lekin mushriklarning uzoqdan turib otgan nayza kamonlari u kishini tanasini parcha-parcha qildi. Ustushhida Zayd dedi payg'ambarimiz. Zayd shahid bo'ldi. Bayroq yerga yiqildi. So'ngra payg'ambarimiz aytdi, bayroqni Ja'far ibn Abi Talib oldi. U ham dushmani safiga qarab oldiga yurdi. Dushmanlar u kishini oldiga tuzmaslik uchun oldiga tizilishdi. Abu Rafi roziyallohu anhu aytadi, mana shu jangda bo'lgan. Ularning ko'pligidan Ja'far, ya'ni tiqindi, izdihomning kattaligidan, qattiqligidan Ja'far bir qadam ham oldiga yura olmay qoldi. U kishi otda turardi. Otidan tushdi, qilichi bilan otini urib qatl qildi. Islomda birinchi qatl qilingan ot Ja'far ibn Abi Talib oti bo'ldi.